Tushundinglar, men bog'chadaman. Bog'chada bolalar bir-biriga maqtanadi-yu. Meni dadam Schwarzenegger. Meni dadam kichik-ku. Chaqiring. G'ulomjon, hurra! Hurra! Dadam yo'q, men yugurib kelaman-ku. Xursand bo'lib, peshanamdan bitta qilasizda, 3 marta osmonga hoppa deb otasiz. Meni dadam zot. Men dadamni puli ko'p. G'ulomjon, bu! Dadam! O'qishni qo'yildi dedi. Qaga, bog'chadan olib chiqib keldingizmi? Olib ketaman. Shkalak olib keldingizmi, shkalak? Shkalakni oyingiz Yo, mayli, puli bo'lsa ham bo'laveradi, o'zim olib boraman. Voy, chiqadi qara. Dadamni sirgan zarmashlaymi? Dadam kelyapman. Yaxshi bo'ling o'g'lim. Yuring, siz onam bo'lib turing. Bo'lmasa boshqa ona topib olaman. Ertaga bu kishi onam, bu kishi dadam. Yo'qdir, onajon, meni o'tirmabdi. Bu kishi dadam, bu kishi onam. Bir tasavvur qilamiz, mayli? Biz hayot qilaylik. Bu kishi onajonim, bu kishi dadajonim. Bitta meni bog'chadan olib ketishga ikkalasi ham kelgan. Ba'zi bir o'rtoqlarimni begona taksist olib keladi, olib ketadi. Ba'zi birlari qo'ldan ketyapti. Dadasi bilan ayasini ish qilsa kerak. Bitta meni olib ketishga ikkalasi ham kelgan. Men baxtli bo'lmay, kim baxtli bo'lsin? Qarshi ketdi. Lekin bitta tushunmaydigan joyim bor. Oyim bilan ketsam dadam xafa bo'ladi, dadam bilan ketsam oyijonim. Qaysi biri bilan ketsam ekan? Ikkalasidan buni hech ham iloji yo'q-da. Chunki ikkalasi ikkita uyda yashaydi. Tushunmayapsiz-a? Muhtaram muxlis, sizni ko'nglingizni ranjitishga men-ku men vallomatini ham haqqi yo'q. Ko'nglingiz ranjib qolmasin deb, yumshoqroq bo'lsin deb bog'chaga oldim. Aslida bu bog'cha emas edi. Bildinglarmi? Yetimxona. Bolalar uyi. Derazadan mudrab qarab turamiz. Derazadan chaldirab qarab turamiz. Kimdir bu yoqqa shoshgan, yana kimdir bu yoqqa shoshgan. Biz tomonga oshiqqan zot yo'q. Salqin tushsa, derazaga huquqsiz terlarkan, rasm chizsangiz bo'larkan, to'g'ri? Hamma o'zini yaxshi ko'rgan rasmni chizadi. Men muhim dadamni rasmini chizaman. Hech o'xshata olmayman. Chunki ko'rmaganimga ancha bo'lgan. Oyijon, bu yerda hamma narsa yaxshi. Eng asosiysi ustim bo'ldi, qornim to'q. Lekin siz pishirgan chuchvara, ichak, g'irmindilar yo'q. Yaqinda bunaqa taomlar lug'atimdan ham tushib qolsa kerak. Shunaqa chiroyli shirin allalar aytardingiz. Nimagadir tarbiyachi opamma allalari yoqyapti menga. Ertaklar aytardingiz, dada, ertaklar. Oxiri yo'q ertaklar. Qorovul amakimizni ertaklari ma'noliroq tuyulyapti menga. Bilasizlarmi, men bu yerda nimani kutyapman? Tezroq qarib qolishinglarni kutyapman. Menga muhtoj bo'lib qolishinglarni kutyapman. O'shandagina bitta uyda yashasak kerak. Oyijon,
Kecha bir o'rtog'imni oyisi olib ketdi. Dada, kecha bir qizimizni dadasi olib ketdi. Nega? Men hech kimga kerak emasman deb yig'lab ko'chaga chiqib ketdim. To'payga so'kib qoldim. Ularga ham kerak emas ekanman. Nega ajrashgansiz? Nega ikkita uyda yashaysiz? Topdim. Dadangdek bugün bo'landirdingiz. Dadamni yaxshi ko'rardingiz. Negadir ko'zga tushganda faqat urush, faqat janjal. Meni borligim ham esingizdan chiqib ketadi. Nega ajrashgansiz? Topdim. Qashqadaryoning eng so'lim bog'laridan birida bo'z yigit aytingiz aylanib yurdingiz. Oyimga ko'zingiz tushib qoldi. Bir ko'rishda muhabbat sevgi bor ekan. To'g'ri so'radingiz, xo'p dedi, sovchi qo'ydingiz, rozi bo'lishdi. Qashqadaryoda yagona to'y bo'ldi. To'ydan bir kun zakis bo'ldi dada. 18 ta qora mashinaga o'tashibsiz. Gelik. Aslida geligingiz ham yo'q ekan. Oq fotolarga o'rganib, qasrlardan lafzlar qildingiz, rasmlarga tushdingiz. Lekin uyimizni tomi ham yo'q ekan dada. Bitta stolga qo'ygan taomni qarang, stol ham shart emas, yerga dasturxon yozib oldi. 18 ta qoramol, 25 ta qo'y so'yibdi. Nega stolga qo'ymadi desam, bu qo'yilgan go'shtlarni hech qaysi stol ko'tara olmaydi. Ko'rib qo'yinglar, men hammanglar zo'rman, men boyman deb maqtanib, nega qiynab qo'ydingiz dada? To'y o'tdi. Ertasi kun asal oyi, to'g'rimi? Asal oyi bizga begona, zahar oyi boshlandi. Qarz to'lashga o'tdilar dadam. Sariq matescha topib, kirakashlikdan qildilar dadam. Lekin kirakashlikdan topgan puli o ko'chadagi radarchi amakim bilan chiziqchi amakimdan ortmadi. Shu amakilarimni ko'rsatib aytmoqchiman. Ey amakilar, balki ko'chada siz ham kamroq bo'lsangiz, biz ham mana bu yerda kamroq bo'larmidik demoqchi bo'laman. Ko'rolmayman. Chunki ko'rilmaydigan joyga ketgan. Otasiz yashash qanchalik qiyin, mashaqqat va qo'rqinchli ekanligini otasi yo'qlardan bir so'rab qo'ying. Mendan so'rang. Dadam, agar oyim rozi bo'lsa, xo'p desa, siz mayli desangiz, dada deb bag'rimga bossin maylimi? Mayli. Thank you.